aytaveraman ochig'ini. Nimaga? Ayo, hech nima. Shunchaki ona sifatida seni ogohlantiryapman. Bo'ldi. Bor endi, ishlaringni qil. Xo'p, aya. Nima demoqchi bo'lyapsiz, Aziz aka? Nima meni siquvga olib yotibsiz? Men sendan yaxshilikcha so'rayapman. Onam bilan nimadir bo'ldi o'rtanglarda? Voy tavba. Nima ham bo'lardi? Tavba. Nima bo'lmasa boshqacha bo'lib qoldi. Qaydan? Balki charchagandirlar. Men xabarim yo'q. Aziz aka, men kuni bilan ularning xizmatlarida edim. Lola, mani onam dunyodagi eng yaxshi ona. Agar ularni xafa qiladigan bo'lsang, muhabbatimizni ham qarib o'tirmayman, bilasanmi? Ay, Aziz aka, nima xavotir olasiz? Siz men uchun hayotim mazmunisiz. Shunday ekan, onangizni o'z onamdek, ukangizni o'z ukamdek ko'raman. Ana xuddi mendan shubhalansiz. Bilmam. Menga oyim xafa deb tuyuldi. Mayli, e'tibor bermang. Sizga shu tuyulgandir-da. Ertaga ishga bormasdan onamni biror joyga olib aylantirib kelsammikin? Qayoqqa? Bilmadim. Davoladigan joyi ko'p-ku. Darrov o'zidan bechorani yasab olganchi. O'g'lini e'tiborini tortmoqchi. Tortib bo'libdi. Bu qaynona aqlli. O'g'lini boshqasiga harakat qilyapti. Ammo men buni shundoq bo'lib qo'ymayman. Erim uchun men birinchi o'rinda bo'lishim kerak. Keyin esa boshqalar. Bir boplamasammi qaynonamni? Tamam. Nimani hayol urib qoldi? Shu siz aytgan fikrlarni o'ylayotgandim. Balki oyim ikkalayligisini biron joyga olib borarmiz, a? Ikkita o'qida mazza qilib aylanib kelishardi. Oyim oyijonga sherik bo'lardilar. Mayli. Yaxshi fikr. Dam olish kuni ikkalayligini ham aylantirib kelsangiz zo'r bo'lardi. Ikkalaligi ham xursand bo'lardi. Mayli, bo'lmasa qilib qolamiz.